balam kelgüsüde baxtsiz bo'lib qolmasin, baxt his qilish koeffitsiyenti tuvan bo'lib qolmasin desiniz, bu 5 xil ishni qat'iy qilmang. Mazmun yo'lga ketishim murojaat qilib, saqlayib oltaltini yo'lda yetib bo'lgan davom ettiradi. Birinchisi, balaninki gap anglashini, balaninki yaxshi yomonligiga hukm qilgan o'lcham qo'yamang. Nurg'un ota-ona va mening balam baxshi gap anglaydi deyishni bir xil nayt bir faxrlanuvchi boshqalarning oldida so'zlab ketadi. Bu intayin cho'ng bir xatolik. Bu balaninki ota-onasining gapini anglamasligi nimadan derak beradi deganda, bu bola o'zining haqiqiy tuyg'usiga, haqiqiy ichki ehtiyojiga asosan ish qilyotidi degandan derak beradi. Agar bu ota-onaning butunlay gapini angladi degan nima degan gap deganda, qalbidagi ovozlarni, o'zining ichki ehtiyoji, ichki ta'sirotlarini besib o'tish badaliga men ota-onamning muhabbatiga erişemmeye qolmaydi deb qo'rqinishdan qana qiladi deganda butunlay ota-onasining gapini anglaydi. Natija cho'ng bo'ladi, hamma narsa erishadi. 9 tal bu bolaning. Lekin bir xil bir narsa komdak. Qarsa hamma narsa erishgan o'ylagan. Lekin yana bir narsa komdak. Bir xil xushallikni, baxtni his qilolmaydi. Shunlashqa birinchisi shu. Gap anglashni hargiz bolaning o'lchami qilib olmaydi. Ikkinchi nuqta baladan hamisha qusur izlash. Nurg'un ota-ona o'ylaydi, shu bolamning xatoligini tugatsam, kemchilikini tugatsam, bu balam o'ngishiladi deydi. Bu butunlay quruq gapcha. Bu xuddi qo'sh qarqiliq dengizning suyini men purtib o'tma deganga o'xshaydi. Bu balaning siz xatoligi qancha bir xil kirishib olgan sira, bu balaning xatoliklari, kemchiliklari shuncha yo'g'onaydi. Amaliyotda bola tarbiyalashning usuli kemchilik, xatolik eslab olish emas, balki balaninki to'g'ri qilgan ishlarni ko'rsatib beradigan bir aynakka aylanish. Agar siz bolangizningki yaxshi, to'g'ri qilgan ishlarni bir muayyanlashtirib bersangiz, balki bola xato ishlarni qilish orqali sizningki diqqat e'tiboringizni tortishi mumkin. Uchinchi nuqta hamisha bolani aqlli, chiroyli deb maqtash. Ilgari Harvard universitetininki tadqiqotchilar mundaq bir tajribani ishlagan. Yana bir guruh bolalarni sen bek tirishchan ekansiz deb maqtagan. Yana bir guruh bolalarni bak aqlli ekansiz deb maqtagan. Shundan bilan bularga bir keyinroq matematik savolini tashlaganda, natijada ma aqlliq degan guruhdagilar asarlan voz kechgancha. Lekin sen tirishchan ekansiz degan guruhdagi bolalar voschi deganda, xeli uzoqcha, vaqt xeli ko'rinarli uzoqcha qanday qilib boqqan deganda tirishib boqqan. Shunlashqa bolalarni maqtagan vaqtida hamisha va nijimbang, voy sen aqlliq unda bunda demagan. Balki bola qanday bir ishni qilish jarayonida shu aqlliq degandan iborat mush narsalarga erishilmaslikdan qo'rqib ba'zi ishlarni qanday qilmaslik mumkin deganda sinamaslik mumkin. Shunga bolaning qilgan ishini maqtan va buni bak yaxshi qilibsa deb. Chunki bolaning yaxshi ishini maqtasangiz, yaxshi odatdir, yaxshi odat yaxshi boladan birisi tarbiyalanib chiqadi. To'rtinchisi ota-onasining kayfiyati yaxshi bo'lmasa, butun dardini boladan olish. Bugün siz balaga vaqiraysiz, balag'at ketish davriga kelgan vaqtda burun siz qanday muomala qilgan bo'lsangiz, bola shunda sizga qaytaradi. Siz hozir balangiz qanday achchiqilsangiz, bola kelgusi balki boshqalarga shunda achchiqlaydi. 5-nuqta kichikdan balaga bir to'g'ri bo'lgan, yaxshi bo'lgan bir oila qoidasini tuzib bermaslik. Qoida turg'izishda odatda shu 4-5 yoshdan keyin turg'izsanim qanday deganda asosan bo'ldi. Masalan, qanday qoida deganda o'yinga o'yinchilarni yig'ishtirish, vaqtida o'rnidan turish deganga o'xshash bir turkum qoidalarni to'g'izib bersak, texim yaxshi. Amal baqanda deganda, masalan, oilada bir qoidadan to'g'izib, bir ayaga yezib, bir imzo qo'yib, tang rioya qilib bo'ldi. Masalan, uyda telefon o'ynamaslik deganga o'xshash qoida tuzumlar. Agar sizning kayfiyatingizni ancha yaxshi boshqara olmaydigan, balangizning o'rganishga qiziqmaydigan, balangiz gap anglamaydigan, ota-onalar o'tirisidagi bir farzand bilan bo'lgan munosabat intayin ziddiyatlik bo'lgan ahvol bo'lsa, men bir kitobni tavsiya qilaman. Ya'ni opingiz qanday qilishni biladi degan. Bu kitob intayin tafsiliy holda agar mushlar yo'liqsa, birinchi qadamni qanday qilish kerak, ikkinchi qadamni qanday qilish kerak, uchinchi qadamni qanday qilish kerak, tafsiliy holda so'zlandi. Men ayrim uchur qilaman. Uningdagi rasmiy g'oyaninki Qashqash